Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Toning Buroqovman. Hop do'stlar, bugungi videomizda sizlarga akkaunt ochishni o'rgataman. Hozir bizda yangi akkaunt hech narsa qilinmagan, demonstratsiya qilinmagan. Create akkauntga bosasizlar birinchi o'rinda. Endi maskaning o'rtasiga eng o'tkazasizlar. Endi xohlagan akkauntlarni yozasizlar. Men o'zim bu akkaunt yozaman. Mercedes.com Mercedes yozamiz. Endi men akkaunt ochildi, sending records deyapti. Shunaqa desa bo'ldi, akkaunt ochilgan bo'ladi. Mana akkaunt ochilyapti. Mana bola ichiga bir 2-3 ta akkaunt olib qo'yibman. Pullar 46 million, coin 493. Mana printerimiz bor. Mana hozir bitta bolaga bergan edim. Bu bola unchalik eplolmadi buni. Vinillar qilib tashlagan ekan. Mana olib tashlaymiz. Mana unda qilsak ham bo'ladi. Hammasi birdaniga o'chib ketadi. Hamma vinilni keyin oxirida sprinterga o'zini qora qilib qo'yamiz. O'z qora turgan ekan. Mana shunday. Mana Kia'da logo bor. Mana Kia'da logolar bor. Mana pullarga kirib ko'rishlaring mumkin. 23 ta mashinasi bor. Kodini kommentariyaga yozib qoldiraman. Hammalarga rahmat, hammalarga xayr. Videoni ko'rganlaring uchun like, comment esdan chiqmasin.